Karantinda ishsiz qoldim va shu natijaga erishdim. Tortma qulog'imdan. Voy dadasi, bolalarni bog'chaga beringlar, qiynalib ketgandir siz-a? Bog'chaga? Bolalarni olib ketinglar, bog'chani yopmoqchiman. Bolalarni dadamga olib boramizmi? Ya assalomu alaykum qaynota. Uyda bo'lmayman degandim-ku. Qo'yog'iga o'xshab o'tiraverasiz, nevaralaringizni o'ynatay demaysiz. Bolajonlar, bobongiz sizni juda sog'inibdi. Yelkam armaturasi chiqib qoldi. Adajon, bolaga ozgina qarab turing, charchab ketdi, ozgina aylanib kelinglar. Qachon kelasizlar? Bularni qanaqa qilmayman. Xavotir olmang qaynota, mana Jannat Ubi, App Store hamda Play Marketdan yuklab olsangiz bo'ladi. Bolalar uchun dasturlar ham bor. Shoshmay bolam xos kelaman. Mana qara bittasi o'yin o'ynayman deb qolsa nima qilaman? Voy, video ko'rib o'tirgan joyingizda telefonni qulflasangiz ham musiqasi eshitilib turaveradi. Agar o'yin o'ynab o'tirgan joyingizda ham musiqasi eshitilib turaveradi. Eng zo'richi, hech qanaqa reklamalasiz. Men sizga. Buni sizlar boring, o'zim bilaman. Rahmat. Qutuldik-a. Nima? Bolajon, ey shiringina qaqajon. Ko'ra olmaslar, ko'rib qo'ysin. Bunday befarosat xotin olamda yo'q. Dazmolla, mana uni ishga kech qolyapman. Mol. Romantika qilishni ham bilmaysiz. Tepanot senga sovg'a bor. Romantika qilmoqchilar shekilli. Bittadan quyosh chiqdi. Voy, bardachokni och. Bagajni och. Voy. Ashini ko'tarib uyga olib kel, xotin bilasanmi, belimda grija bor. Ha, grijasi qursin, yashamaylik ekanda. Senga romantika kerakmidi? Sen bilan romantikani birini qilamiz, xotin. Titanikni ko'ramiz. Titanikda trenddagi suv Flavis bilan ko'ramiz. Ya'ni sen xohlagan ta'mi anorligi 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Trenddagi suvda bu xotin. Rahmat. O'zingizga olmadingizmi? Ha, kinoyini ko'r. Sigma boy. Uka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozir shu yerdan erim bilan birga o'tamizda. Internetlarda bitta video moda bo'lib ketdi-yu. Mana buni erimga berasiz-da, xotiningizga mana shu gullab bering degandek qilasiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Nima? Sen erkak kishi gul beryapsanmi? Voy dadasi. Ha, senda qala ko'payib ketdi. Voy dadasi, urmayman, beruvdim gulni. Nima? Sen hali erkak kishi gul beradigan bo'lib qoldingmi? Ha? Bugun 56lar dachaga dam olgani keldik. Voy, 56lar dam olish deb bo'lsa, sari bola pizza olib keldim. Eski do'stlar, eski do'stlar. Bu bitta karobka qolibdi. Kech payt yeymiz, moshillashmaganmi? Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini qivotdi. Ha, beparosat sari bola pizzani birga yeymiz dedi-ku. Qornim ochibdi-da. Ha, meniki ham och. Qayerga bo'lmasa? Biz o'zbeklar replarimiz. Rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa, yarim kechasi sut qo'tordi, nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im bo'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan bo'lib qoldim. Uka, mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. Tushing.
befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desam to'xtamaysan.